Yevropadagi eng katta kitob do'koni qayerdaligini bilasizmi? Ya'ni Yevropadagi mustaqil 51 davlatlar ichidagi eng katta kitob do'kon. Biz Yevropadagi eng katta kitob do'konini qidirib, Turkiyaning Bursa shahriga yo'l oldik. To'g'risi, hammasi ertaklardek tuyuldi. Avval samolyotda, poyezdda, kemada, oxirida mashinada. Nihoyat o'sha joyga yetib keldik. Yevropadagi eng katta kitob do'kon BKM. Ishonansizlarmi? 5 milliondan ortiq kitoblar. Yana 1,5 millionga yaqin turdagi kitoblar. Bu juda katta son, bilasizmi? Bu kitob do'koni Turkiyaning Bursa shahrida joylashgan bo'lib, BKM kitob do'koni. Ya'ni bir kitob mumkin. Hayotingiz bir kitob ila o'zgarib ketishi mumkin tubdan. Bu kitob do'konida bir kunda 5000 ga yaqin kitobsevarlar tashrif buyuradi. Kitob do'konining umumiy maydoni 17000 kvadrat metr. Bu yerda kanselyariya, daftar, ruchka, kitob qisqasi hamma narsani topib olib ketishingiz mumkin. Va eng qiziq tarafi eski yaroqsiz kitoblarni sizdan sotib olishadi. Ya'ni kilogramga tortib sizdan sotib olishadi. Kitob bilan birgalikda sizni qahva ham kutib oladi. Bilasizmi, bu kitob do'konida eng yoqgan narsa nima bo'ldi? Hamma sotuvchilarni qiynab ketgan joyi. O'rasiz narx kelib chiqadi, bemalol qarab, plyusga qarab, sanab, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Kassaga borib, mana buni nech pul edi, qayerda edi deyishga hojat yo'q. Bu ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri BKM asoschisi Mehmet Afandidan eshitdik. Bu Mehmet Afandi, ya'ni o'sha kitob do'konining asoschilaridan biri. U kitob do'koni asos solinganiga qariyb 35 yildan ko'p vaqt bo'lgan. Kitap geleceğinizdir. Bol bol kitap okuyun. Kendinizi geliştirin. Va albatta, an'anaga sodiq qolgan holatda o'zimga kitoblar xarid qilaman.